Opaxon menga tushgan zaryadkani ko'rib bering-chi, bonusi bormi ekan? 900 so'm bonusi bor ekan. 9400 so'mmi? 900 aka. 900 so'm ham bo'ladimi? Ha. Ha, 900 so'mga qo'shsangiz necha bo'ladi? 1200 so'm bo'ladi-yu. Nima deyapsiz? 900 so'm bonusi bor ekan deyapti. Garangmisiz? 900 so'm qanaqa bo'ladi? Nima qanaqa bo'ladi? 900 so'm bonusi bor ekan deyapman. Garangsiz siz. Yaxshimisiz-ku? Ha, yangicha pul chiqdi-da, bilmay qolibsiz. Sizmi deysiz? Qachondan taksida yuradigan bo'lib qoldingiz? Siz peshkom yursiz bo'lmaydi, men o'g'ra qilmasdan. Bozorga borib keling. Kapotga bonk olgan ketyapsizmi? Nima qilganingiz bu? Sizni basharangizni ko'rsam hayotga qiziqishlarim so'lib ketyapti-da. Siz hamja oy pari emassiz? Men oy bo'laman-da. Konditsioner yoqib qo'ying. Haqqingizni talab qilmayman mashinadan, tushundingizmi? Ko'p. Mashina qiynaladi. Men komfort chaqirganman. Siz komfortda yurguncha komfortda yoping, tushundingizmi? Lalagumi? Mana sifatli tagli ekan, yumshoq, bolaga botmaydi, allergiya bermaydi, maza qilib uxlar ekan bola. O'zingizga oldingizmi? Yo, prikolchi bo'lib qolsin, ha? Bu hali qo'rg'alari sindirib tashlaganda, baklashib yurganlari esingizdan chiqib qopti.